Tasavvur qiling, osmon jimjit, faqat shamol ovozi eshitiladi va hech kim hech qanday xavfni sezmaydi, ammo aynan shu sukunat ortida insoniyat tarixidagi eng hayratlanarli texnologik voqealardan biri yashiringan bo'ladi. Bu raketa va texnologiya voqeasi aynan shunday boshlanadi, chunki bu yerda gap shunchaki uchuvchi temir parcha haqida emas, balki fikrlash uslubini, strategiyani va xavfsizlik tushunchasini butunlay o'zgartirib yuborgan aqlli tizim haqida ketmoqda. Bu voqea ko'zga ko'rinmas tarzda shakllandi. Hech qanday tantanali e'lonlar bo'lmadi, hech kim kameralar oldida chiqish qilmadi, ammo laboratoriyalarda sukut ichida ishlagan muhandislar va olimlar shunday tizim yaratdiki, u raketani faqat tezligi yoki kuchi bilan emas, balki aniqligi va aql bilan mutlaqo boshqa darajaga olib chiqdi. Ushbu raketa uchirilgan zahoti oddiy qurol bo'lishni to'xtatadi va murakkab texnologik organizmga aylanadi. Eng hayratlanarlisi shundaki, bu raketa atrof muhitni kuzatadi, u qaror qabul qiladi, u vaziyatni tahlil qiladi, go'yoki u oldindan nimadir sezayotgandek harakat qiladi. Avvallari raketa faqat buyruqqa bo'ysunardi, endi esa u sharoitga moslashadi, yo'lini o'zgartiradi va kutilmagan to'siqlarga qarshi o'z yechimini topadi. Shu sababli bu texnologiya oddiy mudofaa tushunchasidan chiqib mutlaqo yangi bosqichga o'tdi. Bu yerda asosiy rolni ko'rinmas tizim o'ynaydi, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, lekin hamma narsani his qiladigan texnologiya. U tovushni sezadi, haroratni tahlil qiladi, bosimdagi o'zgarishni anglaydi va shu ma'lumotlar asosida raketaning keyingi harakatini belgilaydi. Dushman nimani ko'rayotganini o'ylab reja tuzadi, ammo bu raketa ko'rinmaydigan signallar orqali allaqachon undan bir qadam oldinda bo'ladi. Bu texnologiya paydo bo'lgach, eski strategiyalar o'z kuchini yo'qota boshladi, chunki endi raketani yashirish yetarli emas edi, endi uni aldash ham qiyinlashdi. Radarlar ishlayapti, himoya tizimlari faol, ammo baribir bu raketa o'z yo'lini topadi, chunki u faqat ko'rmaydi, balki eshitadi, sezadi va tahlil qiladi. Eng qo'rqinchli jihati shundaki, bu raketa faqat hujum quroli emas, u aslida ogohlantirishdir. U mavjud bo'lgan zahoti qarshi tomon o'ylay boshlaydi, chunki bunday texnologiya bilan to'qnash kelish oqibatini hech kim oldindan aniq tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun ham bu raketa ko'plab urushlarni boshlanishidan oldin to'xtatishi mumkin degan fikrlar paydo bo'ldi. Bu voqea odamlarni ikki xil hisga soladi. Bir tomondan hayrat va faxr, chunki bunday murakkab tizim inson aqlining qanchalik rivojlanganini ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan esa xavotir, chunki bunday texnologiya noto'g'ri qo'llansa oqibatlari qanchalik jiddiy bo'lishini hech kim inkor eta olmaydi. Muhandislar bu raketa ustida ishlarkan, ular bir narsani maqsad qilgan edi: maksimal nazorat, minimal xato, har bir detal sinchiklab o'ylangan, har bir algoritm yuzlab ssenariylar asosida yaratilgan. Natijada shunday tizim paydo bo'ldiki, u havoda emas, go'yoki aql maydonida harakatlanadi. Bu raketa uchirilgan paytda oddiy tomoshabin faqat osmonni ko'radi, ammo ichkarida soniyalarga teng keladigan murakkab jarayonlar sodir bo'ladi. Ma'lumotlar oqimi, qarorlar zanjiri va doimiy moslashuv. Bu oddiy qurol emas, bu tirikdek harakat qiluvchi texnologiya. Shu sababli bu voqea shunchaki harbiy yangilik emas, bu insoniyatning texnologiya bilan bo'lgan munosabatidagi burilish nuqtasidir. Endi savol faqat kim kuchli emas, balki kim aqlliroq degan savolga aylanmoqda. Bu raketa va texnologiya voqeasi shuni isbotladiki, kelajakda urushlar faqat portlashlar bilan emas, balki algoritmlar va ko'rinmas signallar bilan hal bo'ladi. Kim bu sohada oldinda bo'lsa, u faqat osmonni emas, balki taqdirni ham nazorat qiladi. Va eng hayratlanarlisi shundaki, bu faqat boshlanishi, chunki bugun hayratga solgan texnologiya ertaga yangi savollarni tug'diradi. Insoniyat esa yana bir bor o'z aqlining chegarasini sinab ko'radi. Tasavvur qiling, osmon tinch, shamol yengil esmoqda, shahar odatdagidek uyg'onmoqda. Hech kim bilmaydi, hech kim sezmaydi, lekin aynan shu sokin lahzada tarixni o'zgartiradigan jarayon allaqachon boshlangan bo'ladi. Bu portlashsiz, shovqinsiz, vahimasiz boshlanadi. Chunki bu raketa va texnologiya voqeasi odamlarga ko'rinish uchun emas, natija uchun yaratilgan. Aynan shu jimlik uning eng xavfli quroliga aylanadi. Ko'pchilik raketa deganda baland ovoz, olov, tutun va dahshatli zarbani tasavvur qiladi. Ammo zamon o'zgardi. Endi kuch ko'zga tashlanishda emas, balki sezilmas ta'sirda. Bu raketa uchayotganda osmon yorilmaydi, yer titramaydi, odamlar oynaga yugurib chiqmaydi. U shunchaki bor va vazifasini bajaradi. Eng hayratlanarlisi ham shu, chunki uni ko'rish shart emas, natijani ko'rish kifoya.
Bu texnologiya yaratilgan paytda ko'plab mutaxassislar shubha bilan qaragan. Chunki ilgari qurollar kuchini ko'rsatish uchun yaratilgan edi. Bu esa butunlay boshqa falsafaga asoslangan. Bu yerda asosiy maqsad qo'rqitish emas, balki ustunlikni sezdirish. Dushman nimadir noto'g'ri ketganini tushunadi, lekin aynan qayerda va qachon ekanini anglay olmaydi. Ana shu noaniqlik eng katta bosimni keltirib chiqaradi. Bu raketa oddiy buyruqni bajaruvchi mexanizm emas. U atrof muhitni kuzatadi, ma'lumot to'playdi, vaziyatni tahlil qiladi va eng to'g'ri qarorni tanlaydi. U o'z yo'lini o'zi belgilaydi, qayerda tezlashish, qayerda sekinlashishni biladi. Ba'zan umuman signal bermaydi, ba'zan esa o'zini butunlay boshqa obyekt sifatida ko'rsatadi. Natijada eng zamonaviy radarlar ham chalgib qoladi. Tasavvur qiling, dushman tomonda hamma tizimlar ishga tushirilgan, ekranlar yonib turibdi, mutaxassislar diqqat bilan kuzatyapti. Lekin ular kutgan narsa sodir bo'lmaydi. Chunki bu raketa eski qoidalarga bo'ysunmaydi. U ilgari o'rganilgan yo'llardan uchmaydi. U taxmin qilinadigan tezlikda harakatlanmaydi. Shu sababli qarshi tomonda faqat bitta savol paydo bo'ladi: bu qayerdan chiqdi? Bu voqea shuniki-ku.